Tak, bu bemorimiz Qozog'istondan operatsiyaga qancha bo'ldi? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'libdi. Burun to'siqlarni to'g'irlaganmiz va gamir pazuxalarda yiring bor edi, o'shani kengaytirib qo'yganmiz saussiyasini, face operatsiya. Xo'p, Qozog'iston qayerdansiz? Sarag'ash Qablonbek. Qablonbek, Sarag'ashdan kelishgan. Hozir nafas olishingiz yengilmi? Zo'r bari. Zo'r, ha? Muammo yo'q. Sprey separmidingiz? Sprey sepmaydim. Aha. Buni yiring kelaveradi-da. Isi kelayotgan. Isi kelayotgan. Endi hozir burunlarni bitta ko'rsatamiz. Burasini chig'anoni zo'r turibdi. Orqasini qisqarilgan. Nafas olishlar ideal. Yani chig'anon oldi tomon bor, orqasi yo'q. Gamir pazuxalar ochiq, mana katta keng ochib qo'yganmiz. Orqasi qisqarilgan. Zo'r. Chig'anoni joyida. Qozog'istonlik bemorlarga, burnida problemasi bor bemorlarga nima tavsiya berasiz? Kelib, emdelib ko'rishni, ko'zlar yetadigan so'zni. To'g'rilasa bo'ladi. To'g'rilasa bo'ladi degan, to'g'rilasa bo'ladi degan. Yengillik qoldi kamida. Klinika yoqdimi? Sharoit qanaqa? Sharoit yaxshi. Yaxshi. O'zingizni ehtiyot qilasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p.